欢迎收看我的日常 vlog。 Mana sizlar izlab so'rab ketgan vlogdan birisi keldi. Bugun bizning uyda cho'ng-cho'ng ishlar patlaydi. Jumon sizlar necha vaqt yog'i ko'rmagan bizning bajini bugun yandirib kelamiz. Unda bo'lsam shu mazmunga bitta yurakni besib, meni go'njo qilib inkas rayoniga xo'larni gullarni jiq-jiq yo'llab etib ag'irg'ich ko'ranglar. Mening peyziga kayinda Mavi ko'rishni ko'rib yurak basmasanglar, marajjon bo'lib qayta chiqmaydi jumon zavoddan. Shuning uchun men ajrim uchun bir ta yurak besni hargiz unutmang. Aytgan balamni mana bizga kelib chashdigani haqiqat bilan satrash ustam shunda chiroq yasavatdi. Hamda bu balam bizga kelsam shu Shadmandalloh bazirdan bir vaji olmiz ko'ngilmaydi. Shu buni vajisini apirib etib, buni apirib etib ham do'konga keldim. Do'kondan qildigan necha gramim batti shu gramlarni qilib turib etgandan keyin 10 soatmi 2 dan eshib qoldi-da. Mening hayotimdagi eng yaqin do'stim mana uydagilar bilan bizning mishaga chiqib degan to'plar bilan birga sozda deydigan niyat birdan ballarimizni o'ynatqash kalalarni aram oldirib o'zimizning mahsulotlarga bir qor ila ishlab kelaydi deb birdamda bu yerga keldik tasxon deganni mo'l qilib qaranglar chechimni kunning yog'i pomlab yurib manda bo'lib ketib degan to'q bizning chashish yurishimiz bilan chechimni jo'g'antim manda bo'lib ketdi-da shuning bilan shu chash masalasi ba xaridorlar ayrimxona insonlar bo'ldi juma allamat yaxshi mahsulotlar bor shuning bilan bu yerdagi faoliyatni tugatib uyga qaytdim qaranglar chashlarimga qurib shunchalik payzib ketibdi. Biz hozir bizning bajini ag'ilmangdiq. Qancha vaqt bo'ldi yoshli bir sigaret qiling. Ha? 3 oy. 3 oy oldu. 3 oy bo'ldi. 3 oyni yaq biz ko'rib boqmadik. Bizni yevet kerak bo'lib ketgan o'xshaydi. Berib ko'rib boqaylik, jumo. Shunda qilib, umoq o'g'lim uyda uxlab qolib qolib, mana mashin bilan bajini ag'ilmangdiq-da. Amdi bu yerda bu yo'llarda sal eziqqandek bo'lib qoldik. Amdi egiz biz shunchalik nacharga bu yo'llar, bu mashinamiz elim ostazroq o'sib egiz bo'lib qolibdi ekan. Miyalarda taqishilgan ifolar bakanda, shuning bilan men hamda bu mashin tegib ketadigan bo'ldi deb miyada jonlarim subib ketyotdi. Bular tegmini deb turib mingyotdi-da. Ashta qilib bu tog'davan bu yo'llardan besib o'tib, mana oxiri bu yerga mo kelib qoldik. Ko'dinglarmi? Atroflarim shunda qo'rshoqliq shunda payza nimishqikindan mushunda ish qilib tog'davanmishda yalanbek yaxshi ko'rma. Shundan keldik mana bularni uyimiz ekan boshda bajini ko'ritildi bajini kirdik. Buni ig'il bog'lab qo'yib tikkan to'q mana. Yo'ldishimni ko'rib mana egisini tunib agilab bo'lgan nayni axlab shunaqa ketadi-da, lekanda men baq qo'qa ketyapman. Molini hargiz qo'yib o'tmashibni ching tut qo'yilib ketmasin deb vaqira ketyapman men. Chunki bu yo'g'olib ketib turib qo'rqaymaganda. Amaliyot mallamas yo'lishimni qo'rqapti. Chunki men jo'qni ham ko'rib bo'lmaganga uning ustiga bu yo'g'on bo'lgan ekan, sal juraklar pok cho'k ekan. Bir havshirgan bo'lsa titraymiz-da. Mana ko'z yumib oshqichamishda yo'g'on bo'lib ketibdi. Shuning bilan buni birdam o'yin etib, hamda bu odamlarning uyi kirdik. Qaranglar yo'llari shunchalik payza burun qilsin. Esimni bilsam burun kichik vaqtlarda mishda etizlarga ko'chib chiqib, ichida chiroqlar yo'q, shamlarni yondirib, kirsillar bilan lampalarni yondirib, mistaq necha oymish etizda shu ishlarimiz tuguchi juratdik shunchalik ko'ngillikdi. Jon tarag'i qildi degan bilan u ishlarni tugdi. Burun shunda bay yashatchilar qamdi tizan jabot tatqamlarmi shunda ko'ngillik o'tadi. Hozir bu yana topsa ati yetmay, ati topsa uyini yetmay jon ish qilib shunda bir ritm savol deganimiz shunchalik besim charchashlar kechirayapmiz-da. Shu hozir sayohat qilganlar bek chiqib ketdi deyman. Chunki bu sayohat degan odamning besimini yeniklatib shunchalik kayfiyatni yaxshi qilib qo'ydik. Bu hadam oqimizga qo'g'on tavuz tagan tuxmasini ko'zitib kelaydi. Bu qo'g'on tavuzini yening apmangda qo'g'on tavuz degan tushib o'xshab ketibdi. Miyaga saylan teribdi. Qaranglar, savz, pomidor, laz, jangdu degandek cheyizlan bagash qilib saylarim shunchalik o'xshabdi, shunchalik payza. Ondan miyada bir itibogan bularning bu otni hamda kichkidan sut berib uzr qo'lib yiqib ekan shunchalik jim tur ekan. O'zbek orzu qiladim ishda bir kichkidan tarbiyalab o'zim cho'ng qilgan bir itim bo'lsa kerak. Begim shu otni shunda tutilib shuna amroqligim ketdi. Yo'lishimga menga abba deb jidalim qilib qo'ygan bo'ptimi? Bir xil ozodlikka qaranglar hayvonlar bilan mana maqozni qo'lda yiqib degan to'q bu mumishlarning kayni aygishib bilan opsteklam yurdik. Shuning bilan bu odam sizlar yo'g'on bir tavuz botdi shuni o'zib tilib beray tavuzlarimiz
Eğiz deganlar deb bu yerda tavuzni mana ep maqmoqchi. Yeşilchilik, yeşil muhit, yeşil yemekliklar mana. Yeşil qalbi sap odamlar bilan aralasanglar bek payz bo'ldi jumum. Hech qanday bir manfaat aralashmagan shunchalik azodlik. Sinonlar yo'lishimda bu odamlar yo'lishkisi mana mallarni haydab pularni keldi, qaranglar eshitdilarmi? Shunchalik odamlarga yaqin. O'tasa qo'g'in batdi, qo'g'inni uzib ekilinglar, yo'lishinglar, ishkanlar, sizlarga qo'g'inni bir yeylik deb bu yo'lishim ishkimizni bu yoq qo'g'in o'zgil avatdi. Men bu qo'g'inni riqaytib ag'a vaqt purab beqaytmish mizlik purg'ini olatdim-da. Shuninglar bularning qo'g'inni pursam purmaydi. Shu yo'lishimga purmadi desam bu kulib Shuninglar bo'ldi seriqroq to'g'ini olaylik deb bu ishimiz ham olganimizni qarab julib boqdik-da. Biz ash bozor tayyor satqani yeb menda tayyor qo'g'inni o'zimiz uzib yeb boqmabdik. O'zinglar uzib yesanglarmi, hissiyotinglar boshqacha bo'ldi ekan. Nima o'yda qo'lingiz tarqamakmi? Qo'g'on. Hey, o'g'irlik qilmanglar. Shunday qilib qo'g'onlarni olib keldik. Bu akam bizga mishadan qo'g'onlardan, tavuzlardan egiz deganlar deb tillab bizga shundan mehmondo'stlik bilan kutib ketyapti-da. Bu haliqda qo'noqlarni pishibdi, hammamizga mehmon bo'lib bu yerda yeb, parang deganni so'qib mana. O'ng'icha mana kashmi kirib vaqtmi bir yer mondi, meyaning kashik manzarasi shunchalik bek go'zal bo'lib ketibdi. Shuninglar bo'ldi, endi qaytaylik uyda bo'limiz qag'adi deb. Bu yerda bizning bajini mashinani silib maqmoqchi bo'latimizda bu baji bu mashinaning keyinda tumaydi, ish qilib bu dam uni qilib baqib, buni qilib baqib bir havasi yo'lishim qo'qa ketib degandek bu bajini aram mashinaning keyiniga silib mana mangdiq. Bungacha soat 8 dan ish 9 bo'lay deb qoldi. Shuning bilan uyimizga oxiri xotirjam kelgan bo'ldik. Yurak bezishni hargiz unutmanglar. Men yurak sani ozib qolsa keyin menda videolarni chiqarib bermayman.